Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda bizlar Qorasuv massivida joylashgan yangi majmuamizni maketi kelgan. Hozir sizlar bilan u xonadonimiz qanday joylashadi, narx-navosi qanday, planovkasi qanday va har oy qancha to'lasangiz ushbu xonadonimizdan xonadon qaytib qola olasiz. Xo'p, birinchi bo'lib ushbu loyihamiz общий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta blokdan iborat 11 qavatli va pishig'isdan quriladi va eng qulay tarafi ushbu loyihamiz yo'l ustida joylashgan, ya'ni yo'l ustida qurilyapti. Yonginamizda Havas shifoxonasi bor. Bu tomonda Qorasuv va yetmaganiga kompleksimizni o'zida magazin, bog'cha, xususiy maktabgacha shu kompleksimizda o'zida mavjud bo'ladi. Xo'p, ushbu majmuamizdan agar xonadon xarid qilmoqchisiz, har oyi bor yo'g'i 5 million so'mdan to'lab, bir xonalik xonadon egasiga aylanishingiz mumkin bemalol. Ya'ni-da bor yo'g'i 5 million so'mdan 60 oy. Qarabsizki, bitta kvartirachi bor. Endi nima kerak yana? Agarda misol uchun kattaroq kvadrat kerak, 2 xonalik, 3 xonalik, misol uchun 2 xonalik xonadonlarimiz o'rtacha 7-8 million atrofida bo'ladi, oylik to'lovlarimiz. Xo'p, 3 xonali xonadonlarimiz esa 9 million so'mdan boshlanadi. Endi bari kvadratiga qarab xohlagan variantdagi xonadonlar bor. Hozirda ushbu majmuamizni sotuvi endi boshlandi. Xohlasangiz pastki qavatdan, xohlasangiz tepa qavatdan qaysi biri yoqsa, hamma variantlarimiz mavjud hozircha. Agar sizga ushbu majmuamiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada batafsil ma'lumotga ega bo'ling.